The show starts in 3, 2, 1, go. Onamdayin dardkashim bor, yarmidirman olamining. Dilim ochsam dilkashim bor, opajonim opam mening. Siz borki bor nurim ziyon, doraydimi mening dunyom. Mehribonim mehriga yo'q, opajonim opam mening. Opajonim mehribon gulim mening. Opajonim mening, izlasam yo'lim mening. Opajonim mehribon gulim mening. Gavharim nurim mening. Opajonim opam mening. Yurtdoshlar, hurmatli opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, hammaga xayrli oqshom. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsak, albatta uzr so'raymiz. Assalomu alaykum yana bir karra. Muqaddam opa, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugun tashrif buyurishimizni sabab barchaga ma'lum. Sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik va bu tayyorgarlik yana sujud tashkil qildi va kimlarning nomida ekanligini menimcha bilasiz. To'g'rimi? Kimlar? Savolim bor har galgi. Bilamizmi? Sizni hammadan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan va hammadan ham ko'ra ko'proq kayfiyatingizni ko'tarmoqchi bo'lgan insonlar borlar. Kimlar? Albatta, qarsanglarni so'rab qo'yamiz. Albatta. Albatta, juda ham to'g'ri. Birinchi navbatda Muqaddam opa sizni tabriklash uchun boshchiliklarda Muhammad opamiz, Malohat opa, Ilhom akamiz, keliniz borlar, Mohina opamiz, onajoningiz, Muhtaram onamiz, oyjoningiz borlar, Mohira ona, Nasim aka onajonlaringiz, Inoyat akamiz nomlaridan barcha yaqinlar, Nazrulla akamiz farzandlar nomlaridan tabriklaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Qarsanglar Muqaddam opa, sizni yaxshi ko'rgan va sizni yaxshi ko'rgan barcha yaqinlaringiz bugungi kunni siz bilan nishonlash baxtiga muyassar bo'lib turibdilar va bu insonlar orasida shunday insonlar borki, sizni hammadan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radilar. Hammadan ham ko'ra ko'proq baxtingizga ishonadilar va eng muhimi haligacha ham hammadan ham ko'ra ko'proq sizga suyunadigan insonlar borlar. Bu sizni ukalaringiz, singillaringiz nomlaridan. Bizga oldinroqdan bog'lanib, Muhabbat opa, Ilhom aka, ukalaringiz, singillar bog'lanib aytgandilarki, opamizni tug'ilgan kunlari bo'ladi, bir surpriz qilmoqchimiz. Chunki yoshlikdan birga katta bo'lib, birga urushib, yarashib katta bo'lganmiz. Hayotning baxtli kunlarida mana shunaqa baxtli bo'lishimiz ham ularning o'rinlari katta. Ba'zan onamizga ham aytolmagan gaplarimiz bo'lgan. Opamiz doim to'g'ri yo'l ko'rsatganlar, to'g'ri maslahat berganlar. Bugun umrlaridagi eng chiroyli kunlardan biri bo'lishi kerak. Ukalar nomlaridan tabriklab qo'yasiz. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, farzandlari, yaqinlari baxtga doimo salomat bo'lishlarini xohlaymiz. Juda ham chiroyli tabriklarni siz uchun. Bugun sizni tabriklash maqsadida xursand qilish maqsadida tashrif buyurganlar. Bir she'rni qabul qilasiz. Aytib o'tganda ukalari, singillar nomlaridan. Ularni biz qorladi. Aytib bermoqchiman. Daryolar to'shnagan o'zanni buzar. Bu hayot shunaqa, asli kim to'zar? Jigarim deb sen uchun jonini uzar, ifori jambilim rayhonim opam. Ko'ngil deb aytasiz ko'ngil makonim, erkalab suyasiz hatto ormonim. Onamdek kuyasiz og'risa jonim, dardimga darmonim, mehribon opam. Og'ir so'z, vazmin shoshmaganimsiz, buloqdek qaynab toshmaganimsiz. Ko'ngli yosh 18dan oshmaganimsiz, mehribonsiz, lobarsiz, o'zimning
opa. Ikkala nomlardan qabul qiladi. Hamma tabriklab qo'yaylik. Marhamat. Va shu o'rtasida chiroyli ko'rsatmalar ham, sovg'alar ham, sizning toplar ham tayyorlab qo'ygan. İnsanın kuzeniz sizga uzoq baxtsalar, yetarli sog'lik, farovon turmush topib, ayolimiz do'stlar doimo sog'lom bo'ling. Sachoqdan yozg'ishib tirgaksiz yurgan yo'limda har bir ishda o'rnaksiz opa, yaxshi kunda, yomon kunda menga juda keraksiz opa. O'zingizni ehtiyot qiling, mening uchun keraksiz opa. Qalbingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bilmasangiz xabar bo'laman. Vujudimga yuraksiz opa, sizsiz aniq tamom bo'laman. Menga juda keraksiz opa. Siz oq yengil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa. Bir dona sizdek yo'q timsol, menga juda keraksiz opa. Sizdek kechqurun butun dunyodan, siz baxtimdan daraksiz opa. Sizni juda yaxshi ko'raman. Menga ukangizga keraksiz opa. Assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar. Opajonim, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Farzandlaringizni, oilangizni boshiga doim sog' salomat bo'ling. Yaznam bilan baxtli, saodatli bo'lib, eng zo'r oilalarni biri bo'linglar. Men xursandman shunday oilaga kelin bo'lganimdan. 3 ta gulday opam borlar. Rahmat sizlarga. Qaynotam bilan qaynonamga, qaynonamdan qaynonamga, otam bilan onamga katta rahmat. Shunday yaxshi qizlarni tarbiya qilib, opamday bo'lganlar uchun xo'jayinim o'rdak qilishni chunki aytib o'tganda kimningdir tilida bo'ladi, kimningdir tilida bo'ladi, aytolmasdan qabul qilasiz. Singillaringiz nomlardan ekan. Sog'lamadan birga bo'lsam ham, mehringizni qo'msayman har dam. Ko'zlaringiz ko'rmasin hech nam, aqli dono sarishta opam, qiyomatli farishtam opam. To'liq oydek ko'zlaringiz bor, boldan totli so'zlaringiz bor. Sho'rganim o'zingiz opam, aqli dono sarishta opam, qiyomatli farishtam opam. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tabriklab qo'yaman. Endi shu o'rnida so'zlarni bermoqchiman. Ruxsat bersangiz, bugun xonadon bosh vakillari bor, otajonlari bor, otajonlari bor. Men so'zlarni bermoqchiman, tabriklab qo'yamizmi? Bevosita bugungi kun esdalik uchun muhimlanib qoladi. Tabriklab qo'yadi. Yo'qmi? Ilonlarga tabriklab qo'yamizmi? Avlodimiz Amir Temur kelin tanlashda o'zlari 30 yil o'tgan bo'lsalar ham kelin tanlashga o'zlari mas'ul bo'lganlar. Shu men ina kim biladi bilmaydi. Men kelinimni Bibi xonim deyman-da. Bibi xonim shunday o'zlari Amir Temurga farzand tug'magan bo'lsalar ham yaxshi xizmat qilganlar va bajarib biladi shu. Bitta qizim bor, ikkita qizim deb Bibi xonim deb aytaman. Bular qo'shiqchilar. Vaqt
rohatını görsünler farzanlarına, rohatını görsünler farzanlarına. Buların nurasiga farzanlarin gülüm berkan, yaşayapmiz bo'lib bekan, qancha suysak ham farzanlarim gülüm berkan, yaşayapmiz bo'lib bekan, qancha suysak ham shunchaki ham kelmaydi hech malolim. Sizlar bilan baxtim butun, orzularga yetdim bugun. Yaratganga ming bor shukr, hayotimda siz bor uchun. Allohdan baxtli iqbol tilab, shodlanaman umrim tilab, bag'rimga bosib erkalab, ko'rgim kelar kamolim. Atirgul yig'larkan kuch kelmasin deb, insonlar insondan yuz burmasin deb, men esa Allohdan so'rayman eski yarangga, kirbilib qora ko'z shirin bolangga, otangni eslagin, onangni eslagin, duo qilgan. Olqishga burkansang vujuding sarmas, yulduzga qo'l cho'zsang yetganida kas, ulkan maqsadlarni qilganing naqas. Otangni eslagin, onangni eslagin, duo qilgan. Hammalarga rahmat, xush kelibsizlar xonadonimizga. Bu yil boshi, yil oxirigacha niyatlarga yetib, bu o'tirishlar, nimalar bardavom bo'lib boraversin. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Onajonlarimiz alohida tabriklamoqchiman. Yaxshi kunlar bor edi. Niyat qilamizki, 100 yoshga kirganlarni yo'llarda turib, mana shunday yaxshi kunlarda guvoh bo'lish albatta hammalarga birgalikda nasib qilgan bo'lsin. Shu o'rinda onalarimizni eslamasdan bejiz bir she'rni aytib bermoqchi onalarning tushunadi. Onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari boshimdan eng zo'r she'rlarni aytganlarida ham onamning bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham onamning bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun orzusidan kechgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lekin farzandlari uchun tog'dan oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarim baxtsizlikdan qo'rqgan ayolsiz. Onajonlarga bayramdan muborak bo'lsin. Bu tasvir onajonlar uchun. Günler hayran şurayinga Anajon bag'ringga bos mehringga qolay Anajon ma'noda ana shu yangamloq. Chunki to'g'ri ma'noda gapirishga o'rin bersangiz eng oxirgi ham bo'lishi mumkin. Shu ko'ngildagi gaplarni aytishga harakat qilamiz. Armon muvazzin deydi-ku. Ana chunki hozir aytiladigan payt mavrida. Ana yangamloq atamdan ham ziyod. Bu uchun birinchi navbatda ota-onam xizmatlarni qilishadi. Masalan, farzand bo'ladi, ota-onasiga xizmat qilish kerak. Qaysi tomonda oq sut emgandan keyin, lekin yangamloq shunday xizmat qiladilar. To'g'ri ma'noda qiz qila olmaydigan, yigit qila olmaydigan, uni bizda o'zimizning faktlarimiz ham bor, onam ham tan oladi. Masalan, xizmatlar qiladi. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib, ota-onalari va qarindoshlarning oldida rahmat aytmoqchiman. Kerak bo'lsa, tiz cho'kib ham rahmat aytaman bu ishga. Borlariga shukr, ota-onalari bergan tarbiyalari bu. Inson niholda gap, niholga qarasangiz o'sadi, e'tibor bersangiz o'sadi. Yeriga yaxshi qarasangiz, suv berib, vaqtda bo'ladi. Bu kelinimizning uyiga 20 yoshlar, 22 yoshlar kelin bo'lgan bo'lsalar, nihol shakllanib bo'lgan holatda kelgan. Shuning uchun ota-onalarga ming rahmat, shunaqa qizni tarbiyalaganlar uchun. Bu narsani isbot sifatida yana farzandlarni ham yaxshi tarbiyalayaptilar. Mana qizlari mana Buxoroga Spark mukofotini olib keldi, shaxsan prezidentimiz tomonidan. Bu ham bir yutuq. Chunki inson bilganini o'rgatadi. Inson xush uyasida ko'rganini qiladi. Shu farzandlar shunday kamolga yetishdi, bu kishini o'rlab beqiyosdir. Keyingi oilaviy munosabatlarimizda shunday afillik bo'lsin, ko'z tegmasin, borlariga shukur, sog'lig'ingizni asragan avlod. Biz hammaning nomidan aytaman, akamga ham aytib chiqing deb, ana men dedilar. O'zim tilagimni aytolmayman. Mayli, ukamlarlarim, men yaxshi ko'rishimni aytaman. Siz hech kimga ishonmaymiz, sizning oilamizdan farishtasiz. Bo'yga shu. Hammalarga rahmat. Endi shundan keyin bitta muzika. So'z sizga. Taassurotlaringiz, Sizlarga yo'qmi taassurotlaringiz? Yo'q, sizlarga mamalaringizga katta rahmat. Oila a'zolarimga ham rahmat, mamalaringizga, hammalar xush kelibsizlar uyimizga.
Yaqinlarim hammalaringizga rahmat. Kutmagan, istagan rahmat qo'ygan sog' bo'linglar. Rahmat.